Assalomu alaykum. To'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Pashshaxon va Tillaxonlarning Turkmaniston fuqarolarining ruslarga bo'lgan qarshiligini qo'zg'ash uchun yolg'ondan bir qitimliq masjidga o't qo'yish voqeasini paydo qilganligi, shu orqali ularning isyankorlik ruhini uyg'otmoqchi bo'lgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Yo'lning yerimidan oshganda Tillaxon oldida yo'l boshlab mengayotgan Pashshaxonning yiniga yugurib berib, "Onam bulolmayli qoldi. Cho'nglar seni onam bilan rozlashib olsin deydi", deb akasini sepdan ilib qoldi. Shunda qilib, namoyishchi qo'shinni qini qiziqlardan bir qanchasi boshlab mengiverdi. Ular shaharlik hukumatning oldiga borganda, sonsiz qurolliq rus askarlar taq bo'lib ularning oldini to'sdi. Birdamlik suhbatdan keyin shahar boshlig'i Ilohun Hoji cho'ng karnayda so'z qilib, masjidga o't qo'ygan jinoyatchini atdegangacha tutib aniq javobini beradiganligini, jamoatning xotirjam uyiga qaytishni talab qildi. Oq ko'ngil shahar jamoati ruslarga bekla ishonatdi. Shunda qilib ular o'zlarining bu g'alabasidan xushal bo'lishib, darhol uylariga bexaraman qaytishdi. Kech bo'lib namoz shamdan oshganda 30-40 dak harbiy mashina xonliq masjid atrofiga yig'ilib, mushu mahallaga tava 15 yoshdan yuqori, 60 yoshdan tuvan erlarning hammani mashinaga to'xu bosqandek besib soqchi idorasi tarafga ilib mangdi. Shahar ishining yo'llarida soqchi mashinalarining oyog'i kechicha uzilmadi. Ruslar oldi keyni bo'lib bu qitimliq ariz qilish namoyishi qatnashgan ommadan 1,5 mingga yaqin odam tutib haftigacha so'roq qildi. Turma odamlarga to'shib patmaganlari harbiy gazarmalarga solandi. Savol so'roq shundoq tez, shundoq qo'rqinchli bo'ldiki, bir haftadan keyin bu odamlarning hammasi asosiy jihatdan qo'yitilgan bo'lsa-mu, yegan tayoqning zarbasidan ular bir-birini tunyalmoqdek bo'lib ketishgan edi. Ruslarning adil siyosatidan rozi bo'lib kelayotgan xalq ommasi to'yiqsiz o'ziga qilingan bu adolatsiz muomaladan hang-tangli qoldi. Ulardan og'rindi. Oxiri qaytadan fikr qilib o'ylanib, o'zlarining ruslarning aldam xaltasiga tushganligini bilishdi. Masjidning o'g'zisiga panohlang'ili kelgan siyosiy jinoyatchilarni ruslarga tutib bergan hiliqi bir to'p jamoat bu qitim harbiy va soqchilarning tayiqini o'lgidek gap ko'nglida. "Tov xudoyim, hiliqi biz tutib bergan jinoyatchilarni bular mushundoq urganmidi? Bundaqligini bilgan bo'lsak, hargizmi tutib bermagan bo'larkanmiz", deb yoqasini tutishdi. Amaliyotda u siyosiy tutqunlar shu kechidagi so'roqdilar. Tayoq zarbasidan allaqachon o'lib bo'lgan yoki bo'lmasa mangulik majruh bo'lib bo'lgan edi. Pashshaxon bilan Tillaxon o'tira yo'lda sepdan ayrilgandan keyin shu vaqtning o'zida shahardan ayrilib qo'shni bir nahiyaning tog'liq yezisida hafta turib qaytib keldi. Ular shaharga qaytib kelgandan keyin ruslarning turmisida bir hafta tayoq yeb savuldanib chiqqan hukumatning adil siyosatining rozimallaridan bo'lgan musulmon jamoatining ruslarga nisbatan boshqacha bir fikrda bo'lib qolganligini his qilishdi. Demak, ruslar bu qitim o'zlarining tili bilan dilining bir emasligini amaliy harakati orqali shahar xalqiga isbotlab, sut uyqudagi necha ming odamni bir haftada uyg'otib chiqqan edi. Aradan bir yil o'tib, har qaysi viloyatlarga vazifaga ketgan bolalarning yig'iladigan vaqti yiqilishib qoldi. Pashshaxon bilan Tillaxon bu bir yil ichida shaharlik soqchi idorasining oldidagi do'qmushdan birla yerdagi 10 oilik shaxsiy turalg'ini qimmat bahoda setib olib, o'rniga 10 yog' pishiqlab ishlaydigan bir kichik zavodning jiddiy tayyorligini qilyotdi. Zavodga kerakli uylar putib, mashina aslahalar qurashtirilish oldida turadi. Balalarmı deyishib qo'ygandek oldi-keyni bo'lib 2 kun ichida yig'ilib bo'ldi. Qalandarlar ko'chasidagi bu kona uy qaytadan jonlanib qaynam tashqinliqqa to'ldi. Balalar kichigidan bir uyda cho'ng bo'lg'achqa bir-birini bekla seg'ingan edi. Bu bir yilda balalarning oldi 18 ga, keynimi 17larga kirib qolgan bo'lg'achqa, amdila xat tartgan yumron burus soqollar balalarning chiroyini haqiqatan o'zgartirayotgan edi.
Ular kechicha beshidan o'tgan qiziq ishlarni deyishib, qizg'in parang ichida tuzuk uxlayolmadi. Andin әтісі әттегенде Пашшаханның hujursiga kirib, bir yillik qilgan xizmatlaridan qisqacha doklad berdi. Balalar bu qitim haqiqatan g'alaba bilan qaytib kelgan edi. Pashshaxon bilan Tillaxon balalarning vazifani o'rinlash ahvolini anglagandan keyin balalardan bekla rozi bo'ldi. Pashshaxon balalarni yangi zavodga boshlab opirib, zavod hovlisining keyniga har bir balaga atab silingan mo'nchilik uylarning oshquchini bir-birlab tarqitib berdi. Yataq uydagi uy jihozlaridan boshlab yotgan ko'rpalargacha yangidan bir tutash setib olingan bo'lib, balalar buningdan bekla xushal bo'ldi. Shunda qilib kechda bu yangi turalg'uda qisqa yig'in ichildi. Yigitlar, bugundan boshlab bu zavod bizning yangi turalg'imiz bo'ladi, dedi Pashshaxon balalarga o'nlik jakarlab. Zavod mushu bir necha kun ichida ishga tushidi. Zavodda ishlaydiganlar faqat mushu 7miz. Hozircha biz un tartish zavodini mangdurmiz. Esinglarda bo'lsin. Amaliyotda bizning qiladigan ishimiz boshqa bir ish. Hozir hammanglar tarqalib o'zinglarning yatiqiga, munchiga kirib g'usl tahorat ilib chiqinglar. Sizlarga deydigan muhim gap bor. Ballar yana nim xo'shalik ish bor degandek aldirab, o'zlarining yatiqiga kirib ketishdi. Birdamdan keyin ballar ishlarni tugitib Pashshaxonning hujursiga yig'ilishdi. Yigitlar, bugun biz bu yerda muhim bir ishni qaror qilamiz, dedi Pashshaxon ballarga keskin qilib. Vatan mustaqillik uchun kurash qilishni xohlaydiganlar, erkinlik, hurlik uchun jinini pido qilishni xohlaydiganlar, o'rninglardan turinglar. Pashshaxonning so'zi tugamasda ballar o'rnidan birdek chachirab turishdi. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Tillaxon, yigitlarimizning qo'liga Qur'onni bering. Tillaxon darhol oldin tayyorlab qo'ygan Qur'onlarni yigitlarning qo'liga birma-bir tutqizdi. Qo'limizdagi ilohiy mo'jiza Qur'on bilan qasam qilamizki, osmon zaminning egisi bo'lgan ulug' Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz bugundan boshlab Alloh yo'lidagi haqiqiy aka-inilardan bo'ldik. Pashshaxon ukisi Tillaxonga qaradi. Tillaxon akisi Pashshaxonning so'zining oxirini urg'uliq qilib takrorlab, yigitlarga qaradi. Yigitlarmi Tillaxonning aytgani bo'yicha biz bugundan boshlab Alloh yo'lidagi haqiqiy aka-inlardan bo'ldik, deb Pashshaxonning qasam so'zini ulliq qilib tang takrorladi. Pashshaxon so'zini davom qildi. Alloh yo'lida, vatan yo'lida oxirgacha kurash qilamiz. Yigitlarimi tang aytishdi. Alloh yo'lida, vatan yo'lida oxirgacha kurash qilamiz. Tashkilotimizning nomi Turklar ittifoqi. Tashkilotning buyrug'iga qat'iy bo'ysunamiz. Vatan mustaqil bo'lmoqcha kurashni qat'iy to'xtatmaymiz. Yigitlar hayajonlangandan pes ovozda tang to'g'lashdi. Tashkilotimizning nomi Turklar ittifoqi. Tashkilotning buyrug'iga qat'iy bo'ysunamiz. Vatan mustaqil bo'lmoqcha kurashni qat'iy to'xtatmaymiz. Qur'on bilan qasamki, Alloh yo'lida, vatan yo'lida, tashkilot yo'lida jinimiz pido. Qur'on bilan qasamki, Alloh yo'lida, vatan yo'lida, tashkilot yo'lida jinimiz pido. Qasam so'zi tugdi. Pashshaxon qo'lidagi Qur'onni baydisiga ching bisib turib, yigitlar bilan qaytadan quchoqlashib ko'rishdi. Yigitlarmi bir qo'lida Qur'onni baydisiga ching bisib turib, yana bir qo'li bilan Pashshaxon va Tillaxonni navbat bilan quchoqlab chiqdi. Bu kecha yigitlar o'zlarining bir tashkilotning bo'lganligidan qattiq faxrlanib, kelgusidagi qaynoq kurashlarni xiyol qilib, hayajonlangandan qildak to'lg'inib chiqdi. Zavod ishga kirishtirilib, yigitlar rus texnikning o'rgatgani bo'yicha ishga tushib ketdi. Oldidagi bir oyda yigitlar beshini ko'tarmay ishladi. Yerlikdagi munosabatlik amaldorlar bularning zavodini tabriklab, bu yerni ekskursiya qilib, lavha beg'ishlamalarni taqdim qilishdi. Keyincha yigitlar kunduzi ozroq ishlab qo'yib, kechdagi yer osti uyga kirib, tashkilotning tunji bergan vazifasini o'rindashga boshladi. Pashshaxon tashkilot nomida, ya'ni Turklar ittifoqi deb ataladigan bir oylik gazet chiqarib, bu gazetni butun Turkmaniston rayonida zo'r ko'lamda tarqatmoqchi bo'lgan edi. Ular maxfiy yer osti uyiga 3-4 shifrograf, bir qancha turkmancha ham ruscha xat urush mashinasi qatorliq lozimatliklarni qo'shib, akirib, eg'izini maxfiy holda
itib un saqlaydigan ambarga ustuliq bilan o'rinlashtirdi. Tunji qarorliq gazet bütün Türkmenistan rayoniga yetkudek tirajda 2 ay vaqt ichida besilib chiqildi. Uning stoni asosan mundaq 2 mazmun o'z ichiga olgan bo'lib, biri Türkmenlarga xat degan mazmunda edi. Buningda Rus tajovuzchilarining Türkmenistan rayonidagi zo'rliq sumbuluqlari, bulang tarashlari oddiy misollar orqali fosh qilinib, Türkmen xalqining quliga ori to'qmoq elib bo'lsa-mu, mustaqillik kurshi qilishning zarurligini o'ttirga qo'ygan. Bu gazetni ko'rgan har qanday bir Türkmen puhrasining qallasida Ruslarning adolatsizlikka to'lgan qilmish atmishlariga qarata g'azablanish tuyg'usi va ularning zulmiga qarshi dastlabki qadamda kurash engi paydo bo'ladi. İkincisi bolsa Ruslarga xat degan mazmun bo'lib, bu Rus va Türkmen tilida bisilgan edi. Buningda asosliqi Rus fuqarolarining Turkmanistondan chiqib ketishining zarurligini, Rus hokimiyatining bu zaminda pat arada urush patqiga petib qoldiganligini, beguna Rus fuqarolarining bu yerdan balduroq ketmasa, bu urushning qurboni bo'lib Turklar ittifoqi tarafidan behuda o'ldirilganligini, Rus hokimiyatining hargizmi Rus fuqarolarining Turkmaniston zaminidagi jismoniy va mol-mulk bexatarligiga kabolatlik qilmaydiganligini, Türkler ittifoqi a'zolarining butun Turkmaniston rayonida keng tarqalganligini, buningdan ilgirki bo'lib o'tgan hukumatga qarshi harakatlarning hammasini Türkler ittifoqi tarafidan tashkillanib ilib berilganligini, Rus hokimiyatining ta hozirgacha buningga aniq bir javob berolmaganligini amaliy paket misollar orqali tafsiliy tushuntirgan edi. Buni ko'rgan har qanday bir Rus puhrasi adila urush portlaydigandek bir xil sezimga kelib qilib, uy ziminlarini setib o'z vataniga balduroq ketish xiyoliga kelib qoladi. Gazetlar dastlabki qadamda 6 rayonga bo'lindi. Pashshaxon bilan Tillaxon bir bo'lakni Ostonaga ilib qoldi. Qolgan 5 bo'lakini 5 yigit o'zi burun mas'ul bo'lgan 5 viloyatga ilib mangdi. Her bir vilayetning gazeti necha 100 mingdan million parchagacha bo'lib, her bir viloyatga taqsim bo'lgan gazet qara mashinaning to'ychida bir to'ychay atrofida keladi. Ular bu gazetlarni tüplab yaxshi tangandan keyin atrofini yotgan ko'rplar bilan paxta o'rab paxta bilan yuzini yipib boklat qilingan paxtaga o'xshatib yuk to'shiydigan qara mashina bilan har qaysi viloyatlarga maxfiy yetkidi. Gazetler manziliga yetib borgandan keyin buningga mas'ul yigit oldi bilan gazetlarni o'zi burun ijaraga olgan uyga tushirdi. Ular oldingi bir yilda vazifa o'tash jarayonida o'zlarining vazifasiga asosan shu viloyatga tava har qaysi nahiyalarga berib, siyosiy jinoyatchi deb Ruslarning turmusida yotgan yoki yurtda Ruslarning zulmiga qarshi astoydil harakat qilgan va yoki kishilarni uyg'otish tarafdorida tashviq tarbiya ilib borgan ilg'or fikrdagi diniy zotlarni surishta qilib, ular bilan ko'rishib do'stlik o'rnatib qo'ygan edi. Bunda haqiqiy musulmon kishilar yurtlardan tepilatdi. Bu qitim yigitlar tashkilotning bir tutash o'rinlashtirishiga asosan gazetlarni har qaysi nahiyalarga taqsimlab, tegishli gazetni oqshimi al yatqi bo'lganda shu nahiyadagi munosabatli kishilarning turalg'usi oldiga tushirdi. Yigitlar beshiga kaymi chash va ko'ziga aynak taqib olgandan keyin darvoza yenik chekdi, eshik ichildi. Assalomu alaykum, dedi yigit eshikni ochgan tunish odamga qo'lini sunib. Va alaykum assalom mehmon, qani uyga kirayli, dedi uy egasi oldidagi bu kishini toniy olmay uni ichkari uyga boshlab. O'zlariga deydigan jiddiy ham maxfiy bir gap bor edi. Bu gapni anglashga tavlari bormikin qarindishim? Allah uchun yuragim fido qarindishim, qani ayting. Men dinimiz uchun, vatanning mustaqilligi uchun, Türkmen millatimizning hurligi uchun yangidan qurilgan Türklar ittifoqi tashkilotining mushu rayondagi vakili bo'laman. Hozircha ismimni demay turay. Qo'limda tashkilotimizning chiqargan muhim bir gazeti bor edi. Oldi bilan bu bir parchasini o'qib beqing. Uy egasi ishini ichidan taqib etib, gazetni tafsili ko'rishga boshladi. Bahim yaxshi ish bo'pti. Bizning xalq ma'naviy jihatdan yetaklanishga muhtoj edi, dedi uy egasi gazetni to'liq ko'rib bo'lib hayajonlangan holda. Biz bu gazetni butun Turkmaniston xalqiga o'xshash bir kunda birla vaqtda tarqitishimiz kerak edi. Alloh yo'lida bu ishga yordam qo'lingizni sunarsizmi? Qanchalik chiqim ketsa tashkilotimiz buni ko'tirdi. Chatoq yo'q, buningga mening amolim bor, dedi uy egasi notunish odamning qo'lini ching siqib turib. Bu hammamizning majburiyati. Xohlasanglar tashkilotinglarga menmo a'zo bo'lsam. Men buni yuqoriga yetkazay. Shundaqdimi bu pulni qabul qiling, dedi yigit bir bog'lan pulni yanchuqidan ilib uy egasiga sung'ash.
Bu yuqorining talabi, hamini bu ishlarimizga lozim bo'ladi. Rostilla qo'lingizdan kelamdi. Xotirjam bo'ling qarindishim. Meningmi yuragim vatan ishqida harining kuniki bo'lib ketgan odamman. Tashkilotinglarning talabi shundoq bo'lsa, men bu pulni ilib qolay. Bu bir o't pul. Ishlatadigan yer hamini chiqib qoladi. Ayting'a, qachon, qaysi vaqt tarqitimiz? Aldımızga jumadan keyinki yana bir juma kunligida. Bu kuni bozor kuni-g'u. Juma namozidan keyinla tarqitishni boshlab etayli. Sizningcha chatoq yo'qdi? Juma kunligi deng. Uy egisi birdam o'ylanib qoldi. Chatoq yo'q. Amsa shundoq bo'lsin. Xotirjam bo'ling. Vazifani o'ngishli o'rindayman. Ma'qul amsa, bu rayonning ishi sizga ketdi. Alohida o'zgarish bo'lib qolsa sizga vaqtida uqtirman. Yigit bilan uy egisi bog'langan kizitlarni qazinoq uyga yo'tkab, bir-birining qo'lini ching siqishib turib xo'shlashdi. Boshqa viloyatlarga mas'ul bo'lgan yigitlarmi yuqoridagi usul bo'yicha ish ko'rib, planning birinchi qadamini nihoyatda o'ngishli bosdi. Gazitni tarqatgan juma kunimi yetib keldi. Juma kunligi butun Turkmanistonning har qaysi nahiya shaharlarida cho'ng bozor bo'ladi. Kishilar haftada bir keladigan bu cho'ng bozor kunini qo'ldan berib qo'ymay, oiladagi ulug' ushaq hammaylarni harvaga bisib bozorga akiratdi. Cuma namozi o'qilib, kishilar masjiddan chiqqanda, masjidning oldidagi yo'llar bu gazitlar bilan to'lib ketgan edi. Gazitning cho'risidagi arabcha "La ilaha illallohu Muhammadun Rasululloh" degan kalima nihoyat cho'ng qilib bisilgan bo'lg'achqa, bu gazitni ko'rganlik odam qo'liga ilib oladi. Chunki bu kalimani dastlab solsa, nihoyat cho'ng gunoh bo'ladi. Shu sababdan kishilar ing'ishginicha bu gazitni talishib yerdan terib oldi. Savodi borlari shu maydondala o'qib yanchuqiga mahkam tiqdi. Savodi yo'qlari maktabdagi bolalarga o'qitish uchun qo'yniga tiqdi. Bu bir kunda ashliq sotadigan bozordan boshlab, raq-baq sotadigan bozorgacha, mol-varan bozordan boshlab oshxona navoiylarning oldigacha bu gazit zo'r ko'lamda tarqatildi. Bu gazit bu bir kunda butun Turkmanistonning shaharlaridan boshlab yezi sahrolarigacha to'liq yetib borganchilik qildi. Avam fuqarolar gazitni o'qib bir-biri bilan pisirlashib, bir nimalarni deyishib, boshlarini lingshitatdi. Keşlikleri doqmuş-doqmuşlarda bo'ladigan qiziq paraning temisi mushu gazitdan boshlanadigan bo'ldi. Rus fuqarolari bu gazitni көтүрүп, өзлери турушлук нахия шәһәрләренең хөкүмәт дарвасының алдыга yig'ilishib, хөкүмәтнең бу гезиткә карата төшендiriş беришен таләп кылды. Һәр кайсы сакчы идараларыга юқорыдан келген буйрук телефонларының айыгы үзелмәде. Нургын сакчы әмәлдарларының дәүләт бехәтерлек хезмәтигә мәсъул төрекмән сакчы әмәлдарларының вазифасы илеп ташланды. Bu qitimliq gazetning qudratqul xarakteri intayin eg'ir. Pash qilingan Ruslarning qilmish atmishlari amaliyotga nihoyatda uyg'un. Uning ustiga gazetning qoplanish doirasi odatdan tashqari kengri bo'lg'achqa, Rus hukumatı o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Saqchi taraf bu Turklar ittifoqi to'g'riliqmi hech qanday bir yip uchiga erisholmadi. Saqchilar keyin bir ikki nahiyatdagi gazet tarqatquchilarni pash qilib tutib olgan bo'lsa-mu, lekin tutulg'uchilar bu qitimqi harakatda kimning o'zlariga yetakchilik qilganligini obdan bilmagachga, saqchi taraf haqiqatan amalsiz qoldi. Ular tekshirish, tinitish xizmatlarini butun mamlakat xarakterlik elib borgan bo'lsa-mu, bu tashkilotning bosh shtabining nadiligini, a'zolarining kimlar, qancha odam ekanligini, gazetlarni qayerda bosdiganligini zodi bilolmadi. Rus taraf xoin ishpiyonlarga ajratadigan chiqimni hassalab ko'paytgan bo'lsa-mu, yanada hech qanday natijaga erisholmayotdi. Mush qitimliq gazet tarqitish vaqasidan keyin Turkmanistonning muqimligi bir oz tavrab qoldi. Yurtlarda saqchixonlarga o't qo'yish, saqchi askarlarga hujum qilish, Rus fuqarolarini o'ldirish, milliy munofiqlarni qasdlash qatorliq bir qator Rus hokimiyatiga qarshi harakatlar paydo bo'lib qoldi. Uning ustiga bu bir qator harakatlarni elib borg'uvchilar o'zlarini Turklar ittifoqining a'zolari davolg'ashqa, hukumat qattiq sarosimiga tushib, turkman fuqarolariga bo'lgan bisim nazoratni hassilab ko'paytdi. Arg'amjin to'lg'a versa uzilgandek, tinch uxlab yotgan bu xalq orqadan o'ziga bo'layotgan bisim tufaylidan o'zligidan uyg'onishga boshlab, qarshilik harakatlari borgan sari ko'payishga boshladi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mishagicha bo'lsin. Davamini kelar qitim o'qayli, xayr xo'sh.